Manga o'xshab Rafaela va Bounty'ni yoqtiradiganlar ushbu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Tayyorlayotganda to'g'risi bunaqa mazali chiqishini kutmagandim. Og'izga solsangiz erib ketadigan judayam mazali Rafaela pirogi. Qani ketdik. Bismillah deb ishimizni 400 gram unga 200 gram xona haroratda eritilgan saryog'ni solib urva qilishdan boshlaymiz. So'ng 1 choy qoshiq razirg'aytel, 100 gram shakar, 2 dona tuxumni solib xamir qorib olamiz. Xamirimizni damga qo'yib nachinkasini tayyorlab olamiz. 400 gram qaymoq, 200 ml quyultirilgan suv, 2 osh qoshiq kraxmal, 2 dona tuxum, 100 gram kokos qirindisini solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qolipimizga xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Iloji boricha 26 cm qolipdan foydalaning. Menda biroz kichikroq qolip bo'ylab xamirimizni yoyib olganimizdan so'ng vilka yordamida teshib, ichiga nachinkamizni solamiz. Bir tekisda tekislab 180 gradus qizigan gaz pechida 35-45 daqiqa pishirib olamiz. Kechki ovqatdan so'ng issiqqina choy bilan oila davrasida tanovul qilib, yaqinlaringiz duosini oling. Ko'zingizni ayratsin, ishtahang'izni o'ynatsin.